Men Amerikani tanlamaganman, Amerika meni tanlagan. Chicago O'zbek assotsiatsiyasi prezidentisiz. Bu jamiyat qanaqa paydo bo'lgan, o'zi u nima ish qiladi, vazifalari. Hozir ham ko'pchilik bilmaydi. O'zbekiston desa Pokiston deb turadi. Shunaqa. Million pulingiz bo'lsa ham bir tinga o'tmay qoladi bolangiz agar bir yomon nimaga o'rgansa. Ya'ni o'sha oldingi Amerika bilan hozirgi Amerikani qanaqa katta farqlari bor? Odamni menligini o'ldirar ekan Amerika. Men o'ylardim, Leninni butun dunyo biladi. Leninni bilasanmi desa, unaqa qarindoshim yo'q dedi. Ba'zi bir o'zbeklarni qo'ying shu o'zbeklaringiz deydi-da. Bolani tarbiyasi nimasiga, ilmiga pul tikish bizda orzu havasga kirmaydi-da, nimaga? Havas kirmaydi. Gidaman. Amerikada 50 ming odam shu otishdan o'lar ekan. Amerikaliklar bilan yursa yaxshilari ham ko'p, lekin bitta narsasi sizga to'g'ri kelmaydi-da. Shu boyfriend, girlfriend degan. Hamma islomik maktablar ham yaxshi emas. 5 yoshga kirgan bolasi 500 ta kitob o'qidi. Sal diktator edim. Buyruqboz edim. O'zbekistonda o'zim bosib olib muomala qilaman hozir. Qo'ydagi yuvosh bo'lib qoldim. Odamni menligini o'ldiradi dedim-ku. Amerika shunaqa. Assalomu alaykum, chiqish muxlislari. Bugun ajoyib bir podkast. Bizda ajoyib bir mehmon. Bu mehmon biz ancha oldindan o'sha kelishlarini kutib yurdik va nihoyat mana bugunga nasib qilgan ekan. Xudo xolasa men o'ylayman bugun juda ham foydali va manfaatli podkast bo'ladi, chunki bizni olim akamiz Amerikaga kelganlariga 55 yil bo'lgan. 25 emas, men 92-yil 92-yil Amerika tuprog'iga qadam bosganimga, demak 92-yil bo'lsa, 32 yil bo'lsa 33 yil bo'libdi. 33 yil bo'lgan kelgan. Wow. Kelib ketdim, lekin yana qaytib kelib, keyin qolib ketdim. Shu o'zingizni tanishtiring shu o'g'linchalarimizga. Ha, men Olim Sharifman. Endi hozirgi kunda O'zbek Chicagodagi O'zbek Amerika assotsiatsiyasining prezidentiman. O'zim O'zbekistonning Qashqadaryo viloyatidaman. Qashqadaryodansiz? Yana nima deb tanishtiray o'zimni? Nima so'raysizlar? Men tayyorman. Nimaga aynan shu Amerika? Qanday qilib kelgansiz Amerikaga? Bu qiziq bo'lgan. Shu bizga qiziqda. O'zbekiston mustaqil bo'ldi-yu 1991-yil. Shu 91-yilda bir O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasida bitta maqola chiqdi. Chicagodagi o'zbek oilasi degan. Shuni o'qisang, hammasi bizni tog'amiz haqida yozilgan. Bizni tog'amizning oilalari 1931-yil O'zbekistondan Stalin qatag'on davrida quloqlashtirish bo'lgan-ku. O'shanlar qochib ketishgan, Afg'onistonga o'tishgan 31-yil. Ularning bitta o'g'illari 1970-yil o'qishga kelganlar bu yoqqa. Shu ular keyin hamma oilasini olib kelgan. O'qib ko'rsak, hammasi bizni tog'amiz to'g'risida, mana onamning akalari. U kishi 31-yil hozir kelaman singiljon deb men onamni bilan aytmasdan, chunki aytish mumkin emas, sovetlar qo'ymaydi. Ketib qolganlar 61 yildan keyin 92-yil yuz ko'rishdi aka singil. Shuni bilan biz topishdik, telefon qildik, redaksiyaga keldik, Adabiyot san'at gazetasiga Toshkentda Ahmadjon Melboyev degan redaktor bor edilar. Ularning telefoni bor ekan bularni, keyin bog'landik. Shunaqa bo'lib, ular bizani chaqirdi, keyin Qudanda bo'ldik. Shu bilan taqdir taqozosi ekan, kelib qoldik. Nechinchi yil endi bu? Endi men birinchi keldim, ular taklif qildi, 92-yil kelganman. Ikkinchi marta keyin 2000-yil keldim, keyin 2002-yilda kelib, keyin green card bilan qolib ketdim shuni bilan. Ajoyib. Mana shu kelgan paytdan bir menga qiziqda, kelgan paytlaringizdan bir boshlasak, mana kelgan paytingiz 92-yil deyapsiz. 92-yil bilan hozirgi vaqtni solishsa agar Qaysi davr sizga yoqadi? Amerikani vaqtimi? Amerikani albatta, Amerikani vaqti. Endi menga o'sha paytda ham juda qiziq bo'lgan, chunki biz
kommunist sistemadan, kommunistik jamiyatdan kelganmiz. Hamma narsa xususiyligini biz tasavvur qilmaganmiz. Katta do'konlar, shu ham xususiymisiz, xususiy. Keyin bitta do'konga kirdik. Men aytdim, Leninni bilar ekanmi, so'rang qani dedim. Men o'ylardim, Leninni butun dunyo biladi. Keyin tarjima qilishdi, bu kishi mehmon. Leninni bilasanmi desa, unaqa qarindoshim yo'q dedi. Tozaligi yoqdi. Asosan hojatxonalarning tozaligiga men juda qoyil qolganman. Endi bu Nyu York shtati bo'lgan, to'g'rimi? Yo'q, Chikago kelganman. Siz birinchi marta Chikago kelgansiz birdan. Faqat Chikagoda. Chikago o'shandan beri toza ekanda, qarang. Chikagodagi o'zbek oilasi deb chiqqan maqola. O'shandan beri Chikago, faqat men Nyu Yorkda yashaganman men. Hoy. Chikago o'sha vaqtdan toza bo'lgan ekan. Toza edi, yaxshi edi. Juda qiziq bo'lgan. Bir ozgina pulim bor edi. Shu Amerika bo'ylab bizlarni aylantirishdi mashinamda. Sayohat qilgansiz. Sayohat qildiramiz dedi. Keyin pulingizni olib yurmang, topshiring dedi. Bitta bankda oldida mashinadan tushmasdan pul topshiradigan joy bor-ku. O'shandan pulingizni shu yerga qo'ying dedi. Pulni shunday qo'shma, pul ketdi deb qo'ydi. Ular kulishdi. Men hech ko'rmagan edim. Ha, apparat bankomat ko'rmagan. O'sha paytda yo'q edi bizlarda yo'q edi. Ya'ni 92-yil shu narsa bor edi-da o'sha Amerikada. Bor ekanda, bor edi. Bankomatdan pul olish, qarang. Keyin biz Nyu Yorkda aylantirishdi, elchixonaga olib borishdi, keyin bir qancha o'zbeklar bilan tanishdik. Nyu Yorkda o'zbeklar ko'p edi o paytda. Ko'psida o'sha art galereyasi bor ekan, hali san'at asarlari o'sha bilan aylanib kelganmiz. Shu agar o'sha paytda solishsa, agar o'sha vaqtlar qancha o'zbek bo'lgan? Siz ko'rasizmi? Ko'chalarda o'zbeklar? Bu yerda bo'lmagan, bu yerda o'sha bizning tog'amizning oilalari bo'lgan. Faqat o'shani ko'rganman. Chikagoda o'zbeklar bo'lmaganda. Boshqa o'zbekni ko'rmaganman men. Faqat o'sha. Keyin bitta masjid bor edi. O'sha arablarning masjidi, o'sha masjidga borganmiz, namoz o'qiganmiz. O'sha boshqa o'zbekni ko'rmaganman. Ya'ni o'sha oldingi Amerika bilan hozirgi Amerikani qanaqa katta farqlari bor? Endi masalan qanaqa farqi? Oylik pul qadrsizlanishi har oy bir 3,5% bo'lyapti. O'sha paytda masalan minimalni nima $8 edi. $8 bo'lsa, hozir endi oshib ketdi-yu. Hozir endi minimal nima $15 bo'ldi hozir. Shundan farqi bor, boshqa sistemasida farqini men nima qilmadim. O'zgarish bo'lmagan deyarli. O'zgarishdi. Narx-navolar faqat. Narx-navolar juda oshib ketdi hozir. Oyliklar oshdi, bunga qaramasdan, lekin oylikka qaragan narx-navolar keskin oshdi. Shu kelgan paytingiz shu kelib qoldingiz-ku, green karta bilan. O'sha payt nima ish qilgansiz? Men bir 6 oy ish qidirdim. Men u yoqda bilasizmi? U yoqda Sovet payti bir qurilish tashkilotining boshlig'i edim. O'zim injener, nima, quruvchi injenerman. Keyin bu yerga 6 oy ish qidirib, o'sha ish topish qiyin edi. Bitta joyda bitta qizimiz bitta nimani topgan ekan. Manufacturing zavodda bolt chiqarar ekan. O'sha yerga men toker qilib ishga olishdim. Yo'q. Toker. Men u yerda o'zimning firmam bor edi, kamchilik yo'q edi, shofirim bor edi, sekretarim bor edi. Endi Sovet payti. Bu yerga oddiy ishchi bo'lib ishga bordi. Oddiy ishchi, keyin biz haligi yangamiz aytadilar, sizni ishchilaringiz qarg'agan ekan deb. Keyin nima odamni menligini o'ldirar ekan Amerika. G'ururini o'ldirar ekan. O'ylaysizda, bu men kim edim, shuncha yil o'qidim. Shuncha ilm oldim. Endi kelib men endi toker bo'ldimmi deysizda? Menligini o'ldirar ekan. Keyin bu zerikarli ishni ham qiziqarli qilsa bo'lar ekan. Bolt sanab. Bitta bolt, ikkita bolt, uchta bolt, bekorchilikdan boshqa gap nima? Bu zerikasiz. Shu 1000 tagacha bolt chiqargan ekanman.
keyin qiziqib u nimalarni yaxshi ko'rib qoldi mani. Yana bir yil bir yildan keyin keldim, bir qaytib ketdim men. Qaytib ketib bir 6 oymi yurib keldim O'zbekistonga. Qaytib kelsam yana oldi ishga. Bo'lmasa bir ketganni olmaydi bular ishga. O'sha ishim yoqib qolgan bo'lsa kerak, o'shanga ishladim. Keyin o'zim quruvchi bo'lganim uchun sinash uchun bir oy g'isht terish, bir oy sayding deydi, sayding, bir oy pol qoqish, shunaqa ranglash, plitka terish, shularni ham qilib ko'rdim. Haligi men qilmagan ish qolmadi, xullas kalom deydi. Qancha to'lardi o'sha paytlar sizga? Shu $8.5 hisobida, keyin qurilishlarda $10 soat. Soatiga. Hozir nima ish bilan bandsiz? Hozir men pensiyadaman va O'zbek Amerika jamiyatining raisiman. Shu haqda bizga aytib bering. Mana o'zi o'sha Chicago O'zbek assotsiatsiyasi prezidentisiz. Bu jamiyat qanaqa paydo bo'lgan, o'zi u nima ish qiladi, vazifalari shu haqda gapirib bering. Keyin bunga kim sponsorlik qiladi? Albatta, bu juda qiziq narsa. O'sha bu yerda biz tuzganda buni 2009-yilda tuzdik. Buni o'zingizlar tuzgansizlar, ha? O'zbeklar. O'sha tog'amizni o'g'illari bor, Sirojiddin Nasafiy. U kishi 1970-yil birinchi Chicagoning birinchi o'zbek fuqarosi deb qo'yganmiz bu kishini. U kishi har doim nasihat qiladilar. O'zbeklikni saqlab qolish uchun jamiyat kerak deb u kishi o'zlari bosh bo'lib, keyin bir 10 ta o'zbekni yig'ib haligi yer to'la deydi, basement deydi, yer to'lada choy ichib turib shu ideya keldi 2008-yillarda dokumentatsiya ishlari bo'ldi, hujjatlar. Keyin 2009 yanvaridan beri biz ishlab kelyapmiz. Ya'ni bizning maqsadimiz nima? Bizning maqsadimiz o'zbek tilimizni, dinimizni, urf-odatlarimizni saqlab qolish. Bu yerda voyaga yetgan yoshlarni o'zligini unutmasligini nima qilish, ta'minlash, kelayotgan vatandoshlarga turli xil yordamlar berish. Xo'p, undan keyin biz o'zimizni, o'zbek millatini va O'zbekistonni amerikaliklarga tanishtirish. Shu bizning niyatlarimiz shu. Chunki biz kelganda hozir ham ko'pchilik bilmaydi. O'zbekiston desa Pokiston deb turadi-da. Shunaqa. Hozirgacha ham shuning uchun biz o'zbekligimizni ko'rsatgimiz kerakdi. O'sha mana men do'ppiga yurishim ham o'sha kishdan o'tgan Sirojiddin Nasafiy deydi. U kishi har doim do'ppi bilan yuradi. Aytadi, uylari do'ppi bo'lmaganda ham uylariga borguncha do'ppi kiyib olaman men. Urushmasinlar. Juda o'zbek parastda o'sha. Sirojiddin Nasafiy bog'imiz bilan biza aloqada bo'lsa, o'zlar to'plari yo'q. Kelishlari kerak shu yaqin arada. U kishi nasib bo'lsa. Ha, to'g'ri. Biroz mazalar yo'q hozir qarib qolganlar. Shunaqa. Xo'p, endi siz pulni so'radingiz. Kim sponsor qiladi? Biza o'sha 10 ta kishi pul tashladik. Qancha xarajat bo'lsa bo'lib olardik. Yigitlarimiz hatto 2000-3000 dan ham berishdi bir yilda. Shuni bilan biz turli tadbirlarimizni o'tkazib yurdik. Navruz bayrami deydi, O'zbekiston mustaqilligi, keyin 1-iyunda xalqaro bolalarni himoya qilish kuniga piknik qilamiz. Mana shunaqa bayramlarni birgalikda o'tkazib yurdik va asta-asta ko'payishdik. A'zolar ko'paydi. Pullar bo'lib qoldik. Xullas kalom, mana joy ham sotib olganmiz. Building borda o'zi. Yeri bilan sotib olgansiz. Yeri bilan sotib olgansiz. Tayyor cherkovni sotib oldik biz. Shuni bitta aytib bering, qanaqa bo'lgan shu. Bu qiziq bo'ldi-da. Endi birinchi yerto'ladan boshladik, tarixni aytsam. Ikkinchi har xil bibliotekalar, kitobxonalarda joy olib bolalarga o'zbekcha dars o'tdik. Uchinchi bitta joyda ijaraga oldikda bir 3000 kvadrat fit joyda ijaraga olib pul to'lab faoliyat ko'rsatib yurdik. Va keyin mana 2021-yilda nima boshladik. O'zimizga bir ishonch hosil qilgandan keyin
ishonch hosil qilgandan keyin joy qidirdik. Keyin bitta joyni ko'rdik, bitta cherkov 700 ming turar ekan. Endi bu bord a'zolari bilan mashvarat qilib nima qildik, maslahat qildik. Nima qilamiz buni? Qani 700 ming? 700 ming yo'q, bo'lsa bir 50 ming, 60 ming pulimiz bor. Dedik, Islomiy bankdan qarz olamiz dedik va qarzi hasana degan nimasi bor ekan. banki bor ekan, bank bo'lish. Yo'q. Masalan, sizni pulingiz bo'lsa, siz menga qarz hasana bersangiz, o'sha pulingizni o'zini qaytarib berar ekanman. Hech qanaqa protsentsiz. Siz faqat masjid uchun yordam qilyapsiz. Shunaqa boshqa shtatlardan ham keldi bizga qarz hasana. Keyin chaqirdik o'zimiz ko'ngil yaqinlarni, biznesmenlarni chaqirdik. Chaqirib bir dasturxon yozib, maylis qilib fundraising qildik. Fundraising qildik. Endi tasavvur qiling. O'sha fundraisingga 700 ming nari tursin, 1 million 200 ming pul yig'ildi. Bu qachon kutmagan odamlar pul berdi. Bitta chek bilan 120 ming berdi bittasi. Bitta chek bilan. O'zimizni o'zbeklar. tadbirkorlarda. Hali Omonatjonning bir she'ri bor, hali o'zbekning bir hayqirmog'i bor degan. O'sha hayqirish o'shanda bo'ldi-da. Butun biz haligi onlayn nima qilib, O'zbekistondan ham keldi pullar. So'mda keldi, endi arzimas pul bo'lsa ham har qalay Yordamda albatta. yordam. Bu bitta cherkovda olib 100% to'lab, u pullarni qarz hasanalarini egasiga qaytarib berdi hammasini. Ajoyib bir hayajonli kun bo'ldi-da o'sha kuni. Bu qachon bo'lgan? Endi u qachon sotildi? 2021-yilda. Yaqinda. Keyin nima boshlandi? To'g'ri. Covid boshlandi, keyin biroz qolib ketdi. Katta joy 22 ming kvadrat nima fit. Square feet, ha? Katta ekan. 8 ta 2 etaj, 8 ta xonasi bor, o'quv zali, har qaysi 2 ga bo'linadi. 16 ta xonasi bor unda. Keyin nima bor? Sport zali bor, katta sport zali. Undan keyin 50 ta mashinaga mo'ljallangan parkovkasi bor. Undan keyin oshxonasi bor. 150 kishi ketadigan oshxonasi. Uni cherkovda o'zi katta zali, xonaqoh, katta zali bor. Undan keyin 2 qavatlik oldida bitta uy ham bor. Podvali bilan 2 qavatli 4 xonali uy. Mana shuni hammasi bizga 700 mingga tushdi. Zo'r. Endi shuning uchun xursandmiz, shuni bilan yuritamiz. Endi uni remont qilishda hali pul kerak, to'g'rimi? Endi remont qilishda pul kerak. Hozircha shu jarayonda, hozir loyihalashtirish bo'layapti. Nimaga cho'zilib ketdi loyihalashtirish. Xudo xolasa men ishonaman, bizda nima vatandoshlarimiz berishadi. Chunki hozir bitta imomni ishga qabul qilganmiz. Sizlar intervyu berdilar. U kishini atroflarida ancha odam bor. U kishi arab tilidan dars beryaptilar. Bizda hozir darslarimiz o'zbek tili, mental arifmetika, odobnoma darslarimiz bor. Va hozir men Neprvilda ham boshladik. O'zimizning filialda. Bitta masjidda oldik. O'tgan hafta adashmasam iftorlik bo'ldi Milliyda. O'shanda bo'lgandingiz-ku, chiqib gapirdingiz. O'shanda men hayron qoldim. Bitta iftorlikda o'zbeklar adashmasam 58 mingga yaqin pul yig'ildi, bitta iftorlikda o'zi. Biz uni eng past nima deb hisoblaymiz, fundraisingni. Uni chunki biz so'ramadik. O'zlari berishdi, tarqatib chiqdik qog'ozda, o'zlari yozib berishdi. Agar biz so'raganimizda u berardi. Bizlar aytishadiki, deydi, ba'zi bir o'zbeklarga qo'ying shu o'zbeklaringiz deydi-da. Unaqa qiladi, bunaqa qiladi. Men aytamanki, pul bermaydi degan nima bor-da. Men aytamanki, yo'q, biz o'zimiz so'ray olmaymiz. Ayb bizdan. Biz yetkaza olmadik. Bitta bular ergashmaydi, yig'ilmaydi. O'sha oldingi nima bilarda ba'zilar qo'rqib bizga qo'shildi. Oldingi ma'muriyat davrida qo'rqib
halol tashkilotga a'zo deb har narsadan qo'rqib yuradi. Hozir ancha ochiq bo'lib ketdi-yu bu narsalar. Men haligi bizda bitta domlamiz bor edi. Domla bir odam aroq ichib yerga yumalab yotsa, qarardi, ayb bizda derdi. Biz bu kishiga yetkaza olmaganmiz derdi. O'shanga o'xshab odam agar mas'uliyatni o'ziga olsa, ayb menda desa, o'shanda ish yurishar ekan. Ajoyib gaplar. To'g'ri. Ajoyib. Xo'p, Amerika tomonidan qanaqadir yordam bo'ladimi o'zi? Bizlar masalan masjidga Yo'q. Amerika tomonidan yordam bo'ladi. Biz nima to'lamaymiz? Nalog to'lamaymiz. Taks to'lamaymiz. Zo'r. O'sha imoratga zero. Taks to'lamaysiz. Yo'q. Biz Lekin to'laymiz, insurance to'laymiz, imoratga insurance to'laymiz. Elektr, suv, o'shalarga to'laymiz. Lekin nima to'lamaymiz? taks to'lamaysiz o'sha Taks to'lamaymiz. binoga. Soliq to'lamaymiz. Lekin u Soliqdan ozod. Agar o'sha bergan odamlar o'sha puliga masalan 100 mingdan 100 mingdan soliq to'lamaydi. Kim bizga pul bergan bo'lsa. Shunaqa. ya'ni 100 ming to'lagan bo'lsa agar unga ham qanaqadir Sizning daromadingiz 200 ming bo'lsa, 100 ming bizga bergan bo'lsangiz, siz 200 mingdan emas, 100 mingdan nalog to'laysiz. tushundim. Inshaalloh. Zo'r. lekin bu ana bu katta pul bo'ladi-da. Hozir mana Amerikada ko'pchilik bilmaydi. Mana uy joy uchun, sizda mulk uchun mana bu soliqlar o'zi aslida juda katta-da. Men oddiy house-da eshitgan edim. Shu men oddiy ikki etash uyi bo'lsa, o'sha house-ga yiliga 10 ming, 15 ming 10 ming nalog to'lanadi. Endi lokatsiyaga qarang. Lokatsiyaga qarab, joyga qaraladi. Shunaqa. 10 ming to'laydi. Yiliga. Sizlarning mana shu atroflarda. O'zini uyiga shuncha to'laydi-da ekanda. Masalan, men pensioner bo'lganim uchun menga ikkita nimam bor. 4,5 ming to'layman o'zimni holimga. Ikkita hovlingiz bor. Yo'q, bitta hovli. Bitta hovlingiz. Bitta hovliga 4,5 ming to'layman. Zo'r. hovlini to'lab bo'lgansiz уже, u pay off bo'lgan. O'sha payt to'lab bo'lganmiz. Ajoyib. Mashalloh. Zo'r. Bu o'sha binoda o'zimizni o'zbeklarni farzandlariga darslar beriladi. To'g'rimi? Ular Qur'on darslari, shu har xil darslar olishadi. Bu yerda biz endi strukturasini aytib beraymi? Strukturasi masalan ayollar klubi bor. Bir yilda bir nechta marta uchrashadi. Mana kecha nima fundraising qildi, ayollar 26 ming yig'ishdi ayollar. Wow. O'zbek jamiyatining ayollari mana Shahrisoda degan restoran bor. Shahrisodada nima qilishdi? Iftorlik qilishdi, fundraising iftor. Shunga 26 ming pul yig'ishdi. Undan keyin yoshlar 100 klub deydi, 100 klub. Ular bor. Undan keyin diniy qo'mitamiz bor. Hali diniy qo'mitamiz. Undan keyin sport bor, sport nimamiz bor. Eng asosiysi bizda maktabimiz bor. Bizning maktabimiz nomi ham Abdulla Qodiriy nomida atalgan. Maktabimiz bor. O'sha maktabda dars olishadi ikki joyda. Elchinda va Nepervilda dars olishadi. Mana shu nimalarimiz bor. Bo'linmalarimiz. Bizda masalan lekin ko'pchilik bilmaydi-da shu narsani, mana shunaqa o'zbek jamiyati borligini hatto bilmaydiganlar ham ko'p bo'lsa kerak deb o'ylayman-da. Bu yoqda mana o'zi sizlarda nima bormi? Qancha odam a'zo shu nimaga? Endi bizga a'zolik bor-ku. A'zolikni yozmay turib kelyapmiz. A'zo o'sha paytlarda endi hozir yozsa ham bo'ladi, o'sha payt ba'zilar qo'rqdi-da, men pul beraman lekin yozmayman otimni deyapti-da. O'sha paytda O'zbekiston siyosati shunaqaroq edi. Endi hamma ochiq bo'lib ketdi bu narsa. Hozir unaqa gap yo'q. Biz aytganmiz. Siz bizga pul berdingizmi yo keldingizmi, siz avtomatik a'zo bo'ldingiz. O'zingizdan o'zingiz hisoblayvering. Siz bizga sizda emailingizz qoladi. Xat yozsak shu emailga yozib yuboramiz. Endi hozir menimcha shu Chicago va uni atrofida bir 10 ming
odam bor deb hisoblaymiz biz. O'zbeklar. Mana o'tgan yili nima qildik-ku? Mustaqillikni bayram qildik. O'shanda 1000 kishi keldi. 1000 kishi. Bunaqa bo'lmagan edi. Eng bir 300-400 kishi kelardi. O'zi Chikagoda o'zbeklar necha ming kishi? O'sha aytaman, 10 ming bor deb hisoblaymiz. 10 ming. Oilasi bilan, bola chaqasi bilan 10 mingta bor deb hisoblaymiz. Chunki 1000 kishi kelyapti-da bizga. Men shundan nima qilamiz? Lekin statistika olib borilmaydi Amerika bo'yicha ham. Taqribiy nima bor. Yo'q, men shu Amerika bo'yicha 350 ming deb eshitganman o'zbeklar. Shunaqa deyishadi. Shunaqa deyishadi. Birinchi joyda o'zi Filadelfiya deb eshitganman. Emas, birinchi Filadelfiya, Nyu-Yorkchi. Nyu-York ikkinchi joyda. Nimachi? Kaliforniyada ham ancha odam. Kaliforniyada men o'ylayman ko'p deb. kamroqda. Ha, chunki qimmat Kaliforniya. Ancha qimmat. Shunaqa. Shunday, bo'lmasam, bitta dolzarb mavzuga kirmoqchiman. Oila tarbiyasi haqida Amerikada. Oilada bola tarbiyasi demoqchisiz. Bola shu bola tarbiyasi, oila munosabatlari. Munosabatlari. Ha, oila munosabatlari ana shu problema bizda. Chunki bizning mentalitetimiz boshqacha. Bizda O'zbekistonda bilasizlar, o'zini hukmdor deb his qiladi. Beri kelgandan keyin demokratiyani ko'rdi, demokratiya havosini oldi. Ozgina shoshib qoladi. Shunda problemalar bor, problemalar bo'lyapti. Bir necha oilalar ajralishgan. Bir necha oilalarni biz shu murojaat qilishadi, borib nasihat qilib, o'rganib nima qilamiz, yarashtirganmiz. Bu nimadan kelib chiqadi desangiz, birinchi oilaviy zo'ravonlik dedik-ku. Zo'ravonlik dedik, masalan, bilmasdan turib bir shapaloq olib qo'ysa, polis chaqirsa darrov olib ketadi. Masalan, yaqinda men bitta nima yozdim. Bir oila qismati degan o'zimni Facebook sahifamda qo'ydim. Ko'pchilik otkilib berdi. Bir oila nimasi bilan urushib qolgan. Eri xotinni bir shapaloq urgan. Uni o'smir qizi polisga telefon qilgan, uni olib ketgan. Olib ketgandan keyin yaqinlashish mumkin emas-ku eriga. Yaqinlashish mumkin emas. Keyin bir necha vaqt yashagandan keyin haligi o'smir qizi ukasini urgan. Ukasini urgan, ukasini urgani uchun onasi uni urgan. Sen nima ukangni urasan? Yana telefon qilgan, polisga onasini ham olib ketgan. Qizi telefon qilgan. Ha, qizi telefon qilgan. Endi bolalarni qarovsiz qoldi-ku. Bolalarni 3 ta bolasini bo'lib yuborgan oilalarga. Har joyga berib yuborishgan. Endi hovli sotib olganida hovli odamsiz. Onasi ketgan, dadasi boshqa joylarda yotib yuribdi. Mana shu oila 3 yil ovora bo'ldi. Necha marta sudlar bo'ldi. Keyin dadasi ko'rgani yaqinlashish mumkin emas ekan-ku. Keyin yaqinlashgandan keyin polis olib ketib uni oyog'iga nima taqib qo'ydi. GPS taqib qo'ydi. Rosa qiyin bo'ldi o'sha oilaga. Lekin baxtli tomoni shundaki, oila qayta birlashdi hozir. Hozir birlashdi. Buni nimasi ko'p, mana 18 qismdan iboratman yozganman, bir oila qismati deb. Bu endi bittasi. Bunaqa oilaviy janjallar ko'p bo'ladi, ko'p bo'lyapti. Shuning uchun ham biz jamiyat shuning uchun ham kerak-da. Bu bizning mentalitetimiz boshqacha. Masalan, Amerika bizda masalan hurmat izlaydigan nima bor? Oilani barqarorligi uchun sabr qilish kerak. Ayollar erini hurmat qilish kerak deydi. Keyin buni ajralishni boshqa bir nimasi ham bor, sabablari. Masalan, bizning millatdoshlarimizning ko'pisi Trakaydagilar. Ular masalan
necha kunlar bo'yi kelmaydilar. Shuni Oylab kelmaydi. Bu nima bo'ladi? Bu ayollarga ham oson emasmi? Ayollarga ham qiyin. Zerikadi, bir o'zi uyda depress bo'ladi. Keyin bolani tarbiyasichi, bolani maktab bilan mana ba'zi bir nimalar bor, bolalar bor. Ota-onasi inglizchani bilmaydi, ular or qiladi. Borishga, maktabga borishga uyalmayli deydi. Uyalmayli deydi. Dadasini olib bormaydi. Lekin darsda ham aytilganda bajarmaydi. Undan keyin nima bo'ladi? Bu izdan chiqib ketadi, bu tarbiya izdan chiqib ketadi. O'qituvchilar bilan gaplasha olmasa. O'qituvchilar mana hozir nevaralarim bilan turadi, yaqinda kelishdi. O'qituvchilar har kuni menga email yuboradi. Bugun qanaqa dars o'tildi? Ertaga qanaqa dars o'tiladi? Qaysi kuni qanaqa bayram bo'ladi? Qaysi kuni ota-onalar bilan o'qituvchilarning muloqoti bo'ladi? Keyin har nimada chorakda semestrda ham nimalarini, baholarini yuborib turishadi ular. Shuning uchun kontaktda bo'lish kerak ekan. Shu bolalar tarbiyasini nimasi uchun to'g'ri bo'lishi uchun yana aytaman, jamiyat atrofida birlashish kerak. O'zini o'rtoqlarini o'ziga mos oilalar bilan bordi keldi qilish kerak. Keyin bizning dinimiz ham mana shu qadriyatlarni saqlashga yordam beradi. Bu albatta muhim narsa bu. Demak, ota-onani o'ziga bog'liq deb baribir, to'g'rimi o'sha? Albatta ota-ona o'ziga birinchi bog'liq bo'lgan narsa ota-ona. Shu asosiy muammo nimada? Masalan, mana shu boya aytdingiz, juda ayanchli holatda, mana shu oilaning shunaqa parchalanib ketishida, shunaqa vaziyatlar bo'lmasligi uchun, mana masalan biz ko'rib turgan, masalan Amerikada yashayotgan vatandoshlarimiz bo'lsa, ular nimaga e'tibor berish kerak asosiy birinchi navbatda? Birinchi oilaviy kontakt. Er-xotin o'rtasida. Er-xotin munosabatlariga o'sha zehniyatni o'zgartirish kerak, zehniyatni. Hadeb zo'ravonlik qilavermaslik kerak, tushuntirish kerak, ayolga ham tushuntirish kerak, bolaga ham tushuntirish kerak. Keyin faqat pulni o'ylamaslik kerak-da. Bu pul million pulingiz bo'lsa ham bir tinga o'tmay qoladi, bolangiz agar bir yomon nimaga o'rgansa. Shuni aytganda bizlar vatandoshlarimiz javoblari, bizlar Amerikaga nima uchun kelganmiz? Pul ishlash uchun kelganmiz deydilar-da. Yo'q, masalan siz aytyapsiz-ku, buncha pul demanglar, deyapsiz-ku. Javob shunaqa bo'ladiki, biz Amerikaga nima uchun kelganmiz? Biz qiyinchiliklarni ko'rib kelganmizda, qiyinchiliklarni ko'rib kelgandan keyin bu yerda mana yaxshigina pul topayapmiz. 5000 topsak 10,000 bo'lsin deymiz. 10,000 topsak 15,000. Hech qanoat qilmayman, buni oxiri yo'q-da, buni oxiri yo'q. Shuning uchun men lekin masalan men bir hazil gapim bor. Hazil emas, rost. Masalan, o'zbek boy bo'lsa nima qiladi? Mashina oladi. Mashina oladi. Qanaqa mashina oladi? BMW, Mercedes oladi. U mashina oladi. Uy qiladi. M3 oladi. O'zbekistonga bir katta imorat qilib qo'yadi, bo'sh yotibdi u. Keyin boradi, to'y qiladi. Katta to'y qiladi, o'zini ko'rsatish uchun. 1000 kishilik. Keyin undan ham oshib ketsa, yana bitta xotin oladi. Lekin hamsoyasi och nahor yuribdi. Ana shuni, mana shu bizda nimamizdagi mentalitetimiz. Kamchiliklar shular kamchiliklar. Hamma narsani pulga almashtirmaslik kerak. Pulga shunday qadriyatlar borki, pulingiz bir tinga o'tmay qoladi. Endi bizda orzu havas deydi-da, o'zbekda orzu havas shu katta to'y qilish, katta uy qurishda orzu havas. Lekin o'sha pulni va bolani bilimiga yoki boshqa investitsiya qilish emasda, u orzu havasiga kirmaydi-da, bolani tarbiyasi nimasiga, ilmiga pul tikish bizda orzu havasga kirmaydi-da, nimaga? Orzu havas kirmaydi. To'g'ri aytasiz. Endi shunaqa zihniyatlarimizni to'qnashuvi. Men bitta narsa yozib boshlagan, Amerika va O'zbekiston nima yaxshi-yu, nima yomon deb bir boshlab qo'yganman. O'shanda zihniyatlarni ham yozganman. Masalan, Amerikada nima yomon desangiz, men shu 3 ta narsani o'zimcha ko'raman.
ajralish ko'p. 10tadan 5tasi ajraladi. Amerikada ajralish ko'p. Manimcha O'zbekistonda ham ko'p, juda. O'zbekistonda ham ko'payib ketdi hozir, lekin bunchalik emas. Masalan, u yerda bir 70% nima ajralmaydi. 30% ajralish. Bu yerda 50% ajralish. Keyin semizlik ko'p. Overweight bir 40%. Undan keyin ya siz normalsiz. Bo'yingiz balandda siz. Suyagingiz qalin deydi. Suyagingiz nima? Shunday. Keyin Eshitiladimi? Suyagim qalin mani. Bo'yim baland ekan. O'zi bo'yingiz baland. Eshitdim. Keyin gun violation deydi. Gun. Yilida 50 ming odam otilar ekan. Men statistikani ko'rdim. 50 ming. Amerikadami? Amerikada 50 ming odam shu otishdan o'lar ekan. Mana shu nimalarni ko'raman. Keyin ularda individualizm, masalan, Shu bir mashhurda 50 ming odam o'ladi. U qamoqqa tushgan odamlarni otib o'ldirishadimi? O'limjada olsin. Ko'chalarda otib ketadi. Mana otish bo'ldida. Mana shu otishlar bo'ladi. Chikagoda ayniqsa juda ham otishma ko'p bo'ladi-ku. O'zbekda ham otib ketishdi yaqinda. Qayerda? Trakda shu. Ha. Trakda, ha? Urushib qolgan. O'tgan yil Trakda, keyin Ahayoda. Shu gun violation deydi, u qurolni berib qo'ygani noto'g'ri deyman-da. O'zim o'ylayman, shu odamlarga qurolni bergani noto'g'ri. Ularda keyin individualizm, masalan, xotin birga yashaydi, lekin hisobi boshqa. Masalan, men bitta nima yozganman, yumor yozganman. Nima agar amerikalik qizi bular 18 ga kirsa ketib qoladi. Ketib qolsa, otasi aytar ekan, yaxshi bo'ldi, bitta xona bo'shadi. Shu o'rniga bitta it olamanda, etimni maza qilib yetalab yuraman bu yomonlarda der ekanda. Ish qilib to'y qilsa, to'yga aytarmikin? Aytsa boraman deyapti-da. Endi o'zbek aytayapti. Paddaligalanadi, sharmanda qildi. El yuz oldida yura olmaydigan qildi. Topsammi, o'zim bilaman der ekanlar. Mentalitet, bizni mentalitetimiz masalan shunga yo'l qo'ymaydi. Masalan bir oddiy narsada bittasi aytib beryapti, o'sha men bir oila qismatida ham yozganman. Armiyaga bordim deydi. Bir generalga shopir bo'libdi. Shopir bo'libdi, oilasini olib yurar ekan. Qizini yaxshi ko'rib qolibdi. Keyin bir kuni o'sha qizini xonasida quchoqlashib turgan ekan. Otasi bilmasdan ochib qo'yibdi-da eshikni. Bu endi Yevropada bo'lgan. Ukrainadami, Latviya, Litvami shu. Keyin xotin bu yoqdan baqirib qoldi. Nima yashayman oladim dedi. Qanaqa berib ularga? Qanaqa berma ularga deb qoldi. Allaqachon ochib qo'ygan edi. Izvinite maladi deb. Kechirasizlar yoshlar deb yopib qo'ydi deydi-da. Endi o'sha o'ylayman-da, o'sha general o'zbek bo'lganda. Nima bo'lgan bu? Haromi deb odatlar qiladi. Bizni nimamiz, zehniyatimiz boshqacha-da. Shunday. Endi bizani masalan bu narsa dinimizga ham to'g'ri kelmaydi-ku. Bu mentalitet, u dinimizda ham qarashlar bizda boshqacha-da. Dinimiz ham bizning madaniyatimizning bir qismi. Shuning uchun bu yerda qadriyatlarimiz to'g'ri kelmaydi. Amerikaga to'g'ri kelmaydi. Yaxshi tomonlari ham bor. Demokratiya, masalan, Amerikada masalan polislarning munosabati. Masalan, bittasi aytadi, bir o'zbek bola gapirib beryapti. Kelayotgandim deydi. Polis arqamdan tushdi deydi. Chirog'ini yoqib o'chirib kelyapti, to'xtadim. Keyin bitta chirog'ing yonmayapti debdi. Keyin aytdiki, nima qilsam, aroq ichganmisan debdi. Keyin ozgina pivo ichdim deydi. Bular to'g'risini aytsa kechirib yuboradi debdi-da. Ha, ozgina ichdim debdi. Chiqmayapti dedi. Chiqmayapti dedi. Bitta aylana chizdida deydi. Shundan yur dedi. Yurdim deydi, normalni ichibsan.
o'yinga ketlik dam olgan edi. Shu deydi, politsiya deydi, to o'yinga kelguncha orqam kuzatib keldi deydi. Wow. Bizaga sani sog'lig'ing kerak deb aytdi, qaytib ketdi deydi. Mashalloh. Bularni ko'rsangiz, bularni eshitsangiz, politsiyaga nisbatan ularga ishonchingiz ortadi, hurmatingiz ortadi. Men orzu qilaman o'zimizda ham shunaqa bo'lishini. Ajoyib. Mana yaqinda menda ham shunaqa bo'ldi. Saqladi meni. Ozgina tez yuribman. Orqadan keldi, pravam berdim, ko'rdi. "Oh, you from Uzbekistan" deyapti. U Afg'onistonda urushgan ekan. Afg'onistonda. Keyin boshladiku, mana paxtani qo'ydim-ku bu yerdan. Yes, brother dedim. "Oh, you my brother" dedim. "If you going to Afghanistan" dedim, boshladik. Beri Uzbekistan ketdi, sana o'tan keyin bu qarindosh chiqib qolamiz deb. Yo, keyin menga qaradi, tez yurmagin dedi, ozgina tezlik oshibsan mana dedi. Kelatdim dedi. Ro'za payti Qizilga o'tib ketdim men dedi. Arqadan birdan kelib to'xtatdi dedi. Qizilga o'tdim dedi. Kechirasiz, men iftorlikka, haligi saharlikka bo'layotgandim dedi o'rtog'im. Saharlikka shoshilayotgandim. O'shanga o'tib ketdim. Sizlar Ramazon dedi. Mayli, bundan keyin ehtiyot bo'ling deb qo'yib yubordim. Ajoyib. Insoniylik hissi qanchalik ham zo'r, ha? Xursand bo'lasiz unaqa eshitib. Qanchalik zo'r. Qo'yib yubordim dedi. Xursand bo'lib yozyapti o'sha. Nyu-Yorkda bo'lgan bitta voqea bor, menda shu tez aytaman shu yerda. Men birinchi farzandimni olganman. Mashinada har kun chiqib yuraman, lekin o'sha ko'za kunida emas, o'sha har kun emas, kunda sinadi ko'za. Bir kun sinadi. Lekin o'sha mashinada olib yurdim-ku, bez korset, o'tiradigan o'rindiq yo'q. Bir kuni saqladi. Bir ajoyib kun meni saqladi polis. Keyin keldi-yu, meni farzandim meni qutqarib qolganda, tushirdim oynani, tamom deyapti. Senga уже 5 point beramiz. Zo'r shtraf bo'ladi senga, katta summada. 500 dan ziyod shtraf bo'ladi, adashmasam. Keyin uni qaradi, orqada shu farzandimning nimasi yo'q-ku, kasseti yo'q, ha. Farzandim polisga qarab, "Hay" deyapti bunday qilib. Bitta shu "hay" degani uchun polis bizlarni qo'yib yubordi. Ha, qo'yib yubordi. Juda man dedi. Ha, yo'q qo'l. Polis ham "hay" deyapti. Ne turib, "You know what" deyapti. "Bilasanmi nima" deyapti. "Ha" desam agar boshqa bunaqa qilmaymi deyapti. Bo'lsang javob ketaver deyapti. Boshqa bunaqa qilmagin deyapti. Ajoyib zo'r bo'ldi. Haligi bittasi mashinada qoldirgan ekan-ku, bolasini. Polis bittasi telefon qilibdi, polis ketdi, o'zbek xotin. Keyin sud qilibdi uni. Yomon-da. Sud keyin aytdiki, tarjimon bilan nima qilayotgan ekan, gaplashayotgan ekan. Nima uchun bolangni olmading? Bolam uxlayotdi. Bizda dinimizga uxlayotgan nimani nima qilish gunoh hisoblanadi. Voy. Shuni bilan nima qilibdi? Sud kechiribdi. Chiqaryaptilar. Oxirgi nimani bergan? Ogohlantirishni bergan, boshqa qilgan, lekin gunohdan o'tibdi. Bularda logika bor-da. Logika. Insof bor, insof. Logika bor to'g'ri. Men kecha bitta restoranda edim. Bitta ayol kishini ko'ryapman. Qo'llarida telefon. Boshlarini ko'tarmayaptilar. O'g'illari kelyapti. Inglizcha gapiryapti onasiga. Yana onasi odan ketyapti. Nima qilyapti? Qaramayapti. O'g'li farzandi qayerga ketyapti, nima qilyapti? Telefondan boshini umuman ko'targaniga bir xil reaksiya etyapti. Mami, I am eating. I want to eating deyapti-da. U bir xil nol reaksiya. Telefon o'ynab o'tiribdi. Men aytibmanki, qanday o'zbek, o'zimizni o'zbek. Men nima gap bu? Sho'rib borib aytishga edi, balanga qarayib los deb. Borib aytishga. Gapirganim keldi, yana aytibman. Qo'y sho'rib. O'sha boyagi mavzuda ozgina men fikringizni bilmoqchi edim. Bizning qadriyatlarimiz boshqacha, bu yoqda umuman boshqacha qadriyatlar, bizda o'zimizda o'zbekcha islomiy qadriyatlar umuman boshqa. Mana siz shuncha yildan buyon Amerikada yashab kelyapsiz, mana ko'p o'zbek oilalarni kuzatasiz. Mana shu o'zbekona o'sha qadriyatlarni saqlab qolganlar bormi? Va ular qanaqa qilib mana shu o'zbekona islomiy qadriyatlarni oilasida saqlab qolyapti? Bor. Masalan, birinchi o'sha aytganim Sirojiddin Nasafiy hammasi o'zbekchani biladi. Hammasi. O'zbekchani
qanday saqlab qoldi desa, biz tartib qilganmizki, uyda faqat o'zbekcha gaplashamiz. Mashalloh. Faqat shu gapni ayting. Ha. Hammasi o'zbekcha gapiradi. Hozir nevaralar ham gapiradi. Bo'lmasa 70-yil kelib qolgan yagona Chikagoda yagona o'zbek oilasi bo'lgan. Aytdi-yu, ota-onasi harakat qilsa, endi masalan mana qarang. Teenager deymiz, ha? O'smir yoshiga yetgandan keyin bola o'sha payt buzilish boshlaydi. O'sha payt buzilish boshlaydi. Masalan, sen do'sting kimligini ayt, seni kimligini aytib beraman deydi. Endi masalan Amerikaliklar bilan yursa yaxshilari ham ko'p, lekin bitta narsasi sizga to'g'ri kelmaydi-da. Shu boyfriend, girlfriend degan. O'sha narsani qizig'im. Endi ular uchun oddiy. Hatto ular o'sha boyfriend bo'lmagan qiz ustidan kular ekan. Sen hech kim seni yoqtirmaydi. Mana shu tomonlar bizga to'g'ri kelmaydi-da. Shuning uchun o'z musulmon oilalari bilan borish kelish qilish kerak. Lekin amerikaliklar bilan do'st bo'lish kerak, o'rtada distansiya saqlab turib. Distansiya saqlab turib nima qilish kerak deb o'ylayman. Endi ular baribir bolalarimiz, endi bizda ham farzandlarimiz bor-ku, men shu mavzuda juda ko'p hammadan maslahat qilaman, qanaqa qilsak to'g'ri. Masalan, public school'dagi Necha yoshda bolalar? endi hali yosh, kattaam 11 yosh, keyin o'g'il bola, keyin 3 ta qizlarim bor, ular hali 5 yosh, 6 yosh, kichkina ular hali. Lekin o'shani baribir o'ylaysiz, qanaqa qilsam to'g'ri bo'ladi. Endi meni maslahatim, hayotiy tajribam, bolaga bo'sh vaqt qo'ymang. Bitta sportni bitta turiga bering. Mana men nevaram bor, hozir kelgan, faqat nima ko'ryapti-da, Chromebook deydim. Chromebook. Haligi. O'ynaydi telefon. Maktabda Chromebook bergan. iPadmi? O'sha. O'shanaqa bergan. Keyin men o'qituvchiga yozdim, bu ko'p qarayapti bunga desam. 1 soat beringda, undan keyin olib qo'ying dedi. Hozir shunday qilyapmiz. Undan keyin boshqa bo'sh vaqt qoladi-yu, nima qilish kerak? Shaxmatga qo'ydik. Endi mana yoz chiqdi, sportga qo'yamiz. Keyin ham tilni saqlab qolish uchun odobni, urf-odatlarni iloji boricha vatanga olib borib kelish kerak. Olib borib u muhitdan ta'sirlansin-da. Buvalar bilan, qarindoshlar bilan gaplashib. O'sha masalan biz lager qildik. Biz o'zbek bolalarni yig'dikda O'zbekistonga olib bordik. Biletini bizga 50% qilib berdi. Zo'r. Ha. Keyin Bo'stonliq degan rayonda bizga pioner lagerga bolalarni dam oldirdik. Amerikadan olib borib. Amerikadan olib borib, lager qildikda dam oldirdik. Ajoyib. O'shani ham ta'siri ancha bilindi-da. Masalan, bittasi aytadi-da. Amerika, O'zbekiston yoqdi menga dedi. Nimasi yoqdi desam, o'zbeklar ko'p ekan deydi. Endi u o'zbeklarni bir kichik xalq deb o'ylaganda, ko'ngli ko'targan. O'shandan keyin kelib bu surishtirib boshlagan. Bu biz kim ekanmiz, bizni ota-bobolarimiz kim ekan deb inglizcha qidirib, bu biron bir nimalarni, olimlarni topsa ko'rsatadi. Mana shunaqa biza nima o'zbek ekan, yo bitta sportchi, yo bitta shaxmatchi nimani olsa g'ururlanadi-da. Bolada milliy g'ururni shakllantirish uchun mana shu narsalar kerak. Necha kishi bo'ldingiz? Nechta bolani bo'ldingiz? 10 ta bor. 10 ta. O'zbekiston yo'llari 50% endi ancha yozishma qildik va qildik. Hozir ham mana vatandosh degan jamiyat tuzilgan. Unga ancha yaxshigina nimasi bor, fondi bor. Qilsa bo'ladi, mana shular ham qilsa bo'ladi yozlar. Vatandosh fonni o'zimizlarga yordam berishadimi ular? Masalan, kimdir keldi-yu, yordam kerak. Pulmi? Pul bo'yicha ham, boshqa narsa bo'yicha ham. Vatandosh fondi O'zbekistonda, bu dunyo bo'yicha. Ha, O'zbekistonda. O'zbekistonda bu yerda yo'q vatandosh fondi. Lekin biza masalan nima qila olamiz? Biza men shu yil bitta vatandoshimiz bitta qizni ishga oldida, mashina bilan yoqqa bu yoqqa olib bordi, tilni bilmas ekan. Oylikda o'sha tracking kompaniya berib turdi. Unga
shu ham yordamda mashinasidan yoqib. Da. Keyin ishga kirishga informatsiya yordam berishimiz mumkin. Shunaqa. Ajoyib. O'shani boyagi o'sha farzand tarbiyasi mavzusida baribir bizni bolalarimiz public schoolga borishadi bu yoqda. O'sha public schoolda o'sha har xil millat vakillari, amerikanlar bilan birga o'qishadi-ku. Aholisi ham ularni do'sti, o'rtog'i, baribir o'sha bu yoqdagi boshqa mentalitet odamlari bo'ladi-yu, bolalari bo'ladi. Va ulardan oladi deyman-da, shu baribir yoki shu public schoolga berish, o savolim shunaqaki, public schoolga berishimiz bolalarni to'g'rimi yoki ularni o'sha iloji boricha islomiy maktablarga berib, o'sha yon atrofidagi do'stlari musulmonlar bo'lgani yaxshiroqmikan? Endi bunday. Bu bo'yicha men ham ko'p o'ylaganman. Hamma islomiy maktablar ham yaxshi emas. Akademik fanlarni yaxshi o'tmaydi. Shunaqa deb eshitdim. Pullik bitta narsadan yutsangiz, ikkinchi narsadan yutqizasiz. Lekin shunday nimalar ham bor, ham akademik yaxshi, ham bu diniy ilm ham yaxshi. O'shalarni topib berish kerak deb o'ylayman. Bo'lmasa public school ham yomon emas. Yomon emas, uni faqat shug'ullanib turish kerak. Boshqa paytlar yaxshi do'stlar topish kerak. O'sha islomiy oilalar bilan borib kelish kerak. Oson emas, lekin shug'ullansa qilsa bo'ladi. Lekin bu juda muhim narsa deb o'ylayman-da. Bizni pul topishimiz, orzu-havasdan ko'ra ham mana bu farzandlarimizni tarbiyasiga ko'proq e'tibor, pul ajratganimiz bu men uchun muhimroq. Masalan, bittasi vatandoshimiz gapiryapti. Qo'shni qizlar bilan deydi, amerikaliklar bilan do'st bo'lishdi. Qarasang deydi, ulardan yuqayapti. Nima yuqayapti? Kiyinish yuqayapti. Bularda oddiyki, mana shart deydiki, endi o'g'il bolalarda bizda uncha bilinmaydi, qiz bolalar shu nima qilsa ko'zga yomon ko'rinadi-da bizda. Shunaqa-ku. Keyin deydi, asta deydi. Uni ajratdim deydi. Keyin taqillatib falonchi bormi deb kelsa, darsda yollayapti deyman deydi, ketadi deydi. Shunaqa qilib deydi, asta ajratib bir sal epaqaga keltirib oldim deydi. Endi shunaqada. Yon atrofi ta'siri bor-da. Kerak paytda bag'ri kenglik ham qilish kerak, kerak paytda nazorat ham qilish kerak-da bolani. Kecha bir akamiz aytib beryapti, shu narsani Nyu-Yorkda bo'lgan voqea deyapti. O'zbek akamiz, shu metroda ishga borib kelaman deydi, metro tren bekatida turibman. Bir o'zbek qiz, yosh qiz, ko'rinib turibdi o'zbek. Yonida bir qora tanli yigit. Shu qo'l ushlashib o'tib yonimda turishdi deyapti. O'sha qizga telefon bo'lyapti. Telefonni ko'tarib o'zbek tilida gaplashyapti. Oyijon, men dugonalarim bilan darsga ketyapman. deb aytib beryapti deydilar-da. Keyin bo'ldi, men vaqtim yo'q, keyin gaplashamiz deb telefonni o'chirdi. Ya'ni u yondagi qora tanli yigit bilan quchoqlashib burchaga o'tib ketishdi. Shunaqa o'ylab qoldim deyapti. U akamiz, "Menda ham qizlarim bor. Aytdiki, meni ham qizlarim shunaqa yolg'on gapirib, shunaqa nima qilib emasmikan? Shu uchun farzandlariga juda e'tiborli bo'laylik" deb video qo'yganlar-da. Masalan, men o'sha nimada yozganman, o'sha yozgan nimalarni bir oila qismatida keldim deydi, otasi aytayapti. Qizimni xonasida nima sinfdosh ikkita qiz, ikkita yigit o'tiribdi deydi. Keyin deydi, "Va eshikni ochdim. Nima qilyapsizlar?" desam deydi. Birinchidan meni private xonam, xususiy. Menga ruxsatsiz kirdingiz debdi. Ikkinchidan debdi, "Do'stlarim bo'ladi" debdi. Keyin miyasiga uribdi-da, endi bilmadik deydi, endi ketish kerakmi? Olib borib qo'yish kerakmi O'zbekistonga? deb boshim qotib turibdi deb yozganda. Mana shu narsada nima deysiz? Ko'pchilik bu yoqda farzandlarini olib kelish noto'g'ri deb o'ylaydi va O'zbekistonga jo'natib yuboradi farzandlarini. O'zi bu yoqda, farzandlari, oilasi bu yoqda. O'sha ham yaxshi emas. Yaxshi emas bu ham, to'g'ri. O'sha kontrol bo'lmasa, buvalari
nimalari bilan bo'lsa, buvalari bilan bo'lsa, buvalari bilan bo'lsa, kontrol bo'lsa yaxshi. Lekin kontrolsiz bo'lsa, ayniqsa o'smir yoshida bu qiyin narsa-da. boyagi kechirasiz, boyagi nimangizni agar o'zbek bo'lganda, o'sha o'zbek ota bo'lganda nima qilardi degan gapni просто ketmayapti kallamdan. Men o'ylayman, agar o'zimizni o'zbeklar shu eshitib ochgan payti o'tirgan bo'lsak, boyfriend bilan birga juda yomon oqibatlar keladi. Qabul qilolmaydi. Qabul qilolmaydi va bu narsa. Qabul qilolmaydi. Endi o'shani ozgina odam o'zini o'rgatish ham kerak. Xo'p, masalan endi qaysi holatda turibdi? Shunchaki bir yaxshi ham ikki kishi turgan. Yakka turmagan, ikki kishi turgan. Balkim dars tayyorlayotgandir, balkim nima. Lekin baribir bitta narsada bolaga birdan taqib qo'ysangiz aldaydigan bo'lib qoladi-da. Yoshida. Unga tushuntirish kerak shu narsa. Men shunaqa oilalarni bilaman. Shu doim bolasi bilan shug'ullanadi. Masalan, 5 yoshga kirgan bolasi 500 ta kitob o'qidi. Bu bibliotekalarni ko'rsangiz, kitobxonalarni juda tadbir nimalari ko'p, har xil tadbirlari ko'p-da. 1000 ta kitob o'qish, 500 ta kitob o'qish nimalari bor. Shu o'qitdi 500 tani qanday o'qitdi? 3 yoshidan boshlab o'zi o'qib beryapti. O'zi o'qib bergani ham o'sha bitta kitob. Keyin o'zi o'qiyapti. 500 ta kitob bu hasan ekan emas. Конечно. 500 ta. Kitob mavzusida bo'lsam kerak, agar yaxshi gap boshladingiz. Mana o'zingiz kitob yozgansiz. Adashmasam shu kitob juda ko'p kitoblar o'qigansiz. Kitoblar mavzusida gapirib bering. Yaxshi ko'rgan kitobingiz qaysi? Kitob o'zim men injenerman, quruvchi injenerman. Lekin adabiyotni juda yaxshi ko'raman, she'riyatni yaxshi ko'raman. Bu kitobim men lekin shoirlikni, yozuvchilikni da'vo qilmayman. Bu shuning uchun Amerika daftarim deb qo'ydim. Shu ta'sirlangan narsalarimni qog'ozga tushirib qo'yaman. Keyin shuni bitta Siladatda ukamiz aytdi, shuni kitob qilaylik dedi. Qiling dedim. Shu Amerikaning o'zidan chiqdi bu kitob. Shu yerda nashr qilindi. Shu yerda nashr qilindi. Shuni bu yaxshi bo'ldi. Yo'qolib ketmaydi yozganlarim. Adabiyotni sevgan odamni men sevaman. To'g'risini aytsam, eng yaxshi ko'rgan kitobim O'tgan kunlar. Juda ajoyib kitob, men o'qiganman. Mehrobdan Chayon. Ular o'zbek urf-odatlari, madaniyati, qadriyatlarini tushuntirib qo'yadi. Juda chiroyli ko'rsatilgan. Ajoyib kitob. Lekin kitob faqat kitob bilan nimada? Kitob bilan ma'rifatga erishamiz-da. Bizni ko'p johiliyatlar, bizni o'sha urushimiz ham, aldanishimiz ham shu kitob o'qimaganimizdan deb o'ylayman-da. Masalan, o'zbek yozuvchilaridan desangiz, O'zbekistonda kuzatib boraman, O'zbekiston nimasi, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining gruppasiga ham a'zoman. Gruppasiga, endi Telegramda. Yozuvchilardan Ulug'bek Hamdamni kitobini o'qib chiqqanman yaqinda. Muvozanat degan kitob bor, tavsiya qilaman. Keyin Ota degan kitob bor. Keyin shoirlardan Amir Xudoyberdining she'rlarini yaxshi ko'raman. Endi o'tib ketgan shoirlardan Abdulla Oripovni biz juda nimasi edik. Ishtiyoqman edik. Kishiga Abdulla aka kelganda ham uchrashuvga bordik. Hammamiz bordik. Biz O'zbek Amerika assotsiatsiyasining a'zolari hammamiz borib 2 kun, 3 kun bo'lib u kishini bilan savol-javoblar qilib, u kishi Sharob Rashidov to'g'risida, Chingiz Aytmatov to'g'risida, shu Abdulla Qahhor o'tgan ulug' kishilar bilan kishini suhbatini olib qaytdim. Zo'r. Bu Mirovoy kitoblar bo'yicha-chi o'qib turasizmi? Mirovoy kitoblar bo'yicha hozir bitta kitob o'qiyapman, Yashamoq degan. Yaxshi maqtashyapti shu kitobga. Shuni maqtashyapti, shuni o'g'limiz olib kelgan ekan, shuni boshladim. O'zbek tilida o'qiysizmi? O'zbek tilida. Tarjima qiling. Tarjima qiling.
nima haqida ekan u Shu aslan? bir oilani boshidan kechirganlar, roman. Roman, ha. Katta kitob ekan. Katta kitob. Taqriban shundan ham kattaroq kitob ekan. Keyin nima bo'yicha o'qib chiqdim. Nimani prezidenti bor-ku. Dubay prezidentimi? Bu yoqdan Osiyoda kichkina mamlakat bor-ku. Singapur. Kubami? Yo'q. O'zimizda Osiyodan. Osiyoda. Singapur. Singapur prezidenti. Prezidenti. To'g'risida kitobni o'qib chiqdim. Qanday qilib nimaga olib chiqqan. Shu darajaga, ha? O'sha kitoblarni yaxshi ko'raman. Keyin nimani kitob bor? Mening boy otam va mening kambag'al otam. Juda ham o'qigan. Kiyosaki. Juda miyani boshqatdan format qiladigan kitobda. Kiyosaki. Men 11 yoshli o'g'limga berdim, o'qib chiqdi-da. Keyin shu anaqa qilyapti dedi. Dada, biza bilasizmi deydi. Biz har hafta menga oyligingizdan manimcha berib borsangiz, men yig'ib borsam, biz sayohatga chiqsak bo'lar ekan. Bir narsalar deydi, biznes qilsam bo'ladi. Men ham biznes qilsam bo'lar ekan deb qo'shnilarga chiqib musorlarni olib chiqib tashab pul ishlashni boshlab anaqa qildi. Motivatsiya berdi. Shu kitobni o'qib, miyasida yangi g'oyalar paydo bo'ldi. O'g'lim kelganda ko'chadan olib yurardim-da. Bittani ko'chaga chiqarib tashlashadi. Yaxshi narsalar chiqarib tashladi. Aytadimki, ana shuni olamizda sotamiz, keyin bo'lib olamiz. Yaxshi biznes. Bo'lib olamiz endi, keyin keladi. U faqat olib keladi, ko'tarib. Men rasmga tushiraman, qo'yaman, uydan keyin olib ketadi. Keyin yarmini unga beraman, yarmini o'zimga olib qolaman-da. Motivatsiya. Motivatsiyada men qiziqib qoldi o'sha ham. Men har kun ko'raman, har zamon ko'raman, shu yangi matrasda, yangi matrasni chiqib qo'yishadi-da. O'sha matraslarni hamma, o'sha bilasizmi, uyindagi narsa turib ketdi uyinda. Ham shunaqa mebellardan-da. Endi o'sha qo'yishga joy yo'q. Shu odam shuni ko'radi-yu, ko'zi qiymaydi-da, tashlab yuborishga uni. Sotaman har yil. Shunda. Garaj oling, shu garajda Garaj qilsangiz bo'ladi. Tepasiga muzor каждый o'zi qo'yib. Ya endi men olmayman-ku, просто ko'raman, juda ham ko'p narsalar. Juda ko'p isrofgarchilik. Shunaqa bu yerda shunaqa. Hamma narsa, oziq-ovqatdan boshqa narsalar ham juda Birinchi o'rinda turar ekan o'zi Amerika isrofgarchiligi bo'yicha. Haddan oshgan. Keyin nimalarning soni bo'yicha ham birinchi o'rinda. Qamoqdagilar soni bo'yicha. Uni eshitmagan edi. Qamoqdagilar soni bo'yicha Amerika birinchi o'rinda. Mana shu musorlar bor-ku, shuncha musor. Shu qayerga ketadi shuncha musor? Shuncha ishlaydi-da ular, qayerda ishlaydi? Endi uni detalni bilmayman, olib ketadi, ajratadi, metalga, qog'ozga. Bitta men o'ylab qolaman ayrim vaqt, bitta bizlar uyimizda shuncha musor chiqsa agar, West Amerikadan qancha musor chiqadi, shuncha musor. Yaponiyada o'sha musorni o'zini ham bir 4 xilga ajratar ekan. Plastik alohida, suyaklar alohida, qog'ozlar alohida. Shunaqa ajratadi, temirlar alohida. Ko'rsatuv qilishdi-ku. Jamshiddan hech qanaqa musor chiqarib yuborilmaydi. Hammasi perabro boshqatdan. Inshaalloh boramiz. Nasib bo'lsa Yaponiyadan kimdir chiqsaga borma. O podkast olasdik. Yoshlarni ham kuzatar ekansiz deb olsam, Jamshid ham tanirganlar. Subyektiv degan aytayapsizda. Subyektiv ko'rib turaman, yaxshi. O'zi bama'no odam. Siz yoshlar haqida fikringiz qanaqa? Mana hozir bizning yoshlarni nima deydi, ularning maqsadlari, orzulari, ularning hayotini qanaqa ko'rasiz hozirgi yoshlarni? Siz mana yoshingiz katta tomonidan hozirgi yoshlar qanaqa o'zi kuzatib fikrlaringiz? Amerikada yoshlar. Amerikadagi yoshlar bor. Masalan, deylik O'zbekistondagi yoshlarni birinchi aytay. O'zbekistonda kim bo'lasan desam, prokuror bo'laman deydi, hokim bo'laman deydi. Hozir o'zgargan. Aytishlik bo'laman deyapti. Tadbirkor deydi. Yo'q, Rossiyaga boraman deydi. Yo'q, Rossiyaga boraman ishlayman deydi. Yo'q, Amerikada. Shuni ham deydi, Rossiyaga borib kelaman deydi. Ana shu yaxshi emas o'sha qullik nimasi singan. Shunday. Buning uchun yana o'qish. Endi bu yerdagi yoshlar bilasizmi, menimcha ancha o'qimishli yoshlar kelgan bu yerga. Hamma ham kela olmaydi-ku. O'qimishli yoshlar kelgan. Ular menga yoqadi. Bu hozirgi yoshlar bilan, Amerikadagi yoshlar bilan gaplashish, muloqot qilish.
Chunki ular o'z ustida ishlaydi, o'zida ishlaydi. Har qalay men bittasini to'yiga bordim New Yorkka. Sizlarning yoshlaringiz necha? Eng kattasi necha? Men 36 yoshda. Mana sizni yoshingizda aka. Shunaqa ham to'y qildikki, dabdaba. Axi o'zbek endi. Dabdaba. Samarqandga emasmi? Samarqand. Men Samarqandga demoqchi edim, hozir Keyin nimani tortni hali teleshkaga qo'yib, katta surib keldi. Qolib ketdi, qancha narsa qolib ketdi-da. Biz shu yerdan bordik. Keyin bir necha yildan keyin uchrashib qoldim shu bilan. Shu yerda Chikaga ko'chib ketdi. Ajrashgan. Ha? Yo, ajrashmagan. Fikrlari o'zgargan. Anta. Xato qilgan. Nimaga shunaqa to'y qildim deymi? Ha? Nimaga shuncha to'y? Ha. Katta Endi fikrlari o'zgargan uni. Men shundan xursandman-da. Shunaqa. Shu endi harakat qilish kerak. Mana jadidizmni bilasizlarmi? Jadidchilikni bilasizmi? Ozgina eshitganmiz-da. Nima degan jadidchilar bular o'sha mana hozirgi o'sha o'zbekchiligiga nima qilgan insonlar deyishadi-da, bular asos solgan. Jadid degan so'zni o'zi yangi. Yangilik. Bular bu jadidchilik asrimizni boshida o'zi Ismoil Gasperali degan kishi asoschisi, Ismoil Gasperinskiy. Bularning maqsadi musulmonlarni savodli qilish. Bid'atlardan voz kechtirish. Biz deydi, har bir Turkistonlik ziyoli deydi. 4 tilni bilmog'i lozim deydi. Birinchi deydi, o'zini tili turk tili deydi. Endi bizning o'zbeklar turk tili siyosat uchun deydi. Ikkinchi deydi, arab tili deydi, shariat uchun deydi. Uchinchi deydi, fors tili deydi, she'riyat uchun kerak. To'rtinchi deydi, yo rus yo ingliz tilini egallash kerak, bu dunyoviy ilmlarni egallash kerak. O'zini deydi, ma'rifatparvar degan har bir kishi deydi, mana shu 4 tilni bilmog'i kerak deydi-da. Mana o'shalarni nimasiga qo'shilaman. Mana Behbudiy o'tgan o'zimizda. Behbudiy ham xuddi bizni hojilarimiz bizni uyaltiradirlar deb yozgan. Keyin bizni zalolatga boshlagan narsa bizni qiladigan zararli to'y hashamlarimiz yoki o'lik nimalari ham marosimlar. 100 yil oldin ular gapirgan. Hozir ham aktual mavzularda bu narsa. 100 yil oldin gapirilgan mana shu gaplar bor-ku. Behbudiylar 100 yil oldin yashab bular yozib ketgan shu 125 yil narsa. oldin ham deng. 19-asr boshida. 100 yildan oshiq. Ha, hozir ham shu gapda. Shunaqa. Hech narsa o'zgarmagan. Endi muammolar o'sha-da hali. O'sha to'y, kunsochchilik va ortiqcha bor. Men xohlardimki, shu bir-birimizga tushuntiraylik. Bir-birimizga motivatsiya beraylik, o'zgartiraylik fikrini. Nima qilsa, o'sha Padar kuch degan kitobi bor, pesasi bor. O'qituvchilar o'sha Behbudiydi. Otasini o'limiga sababchi bo'lgan o'g'li. O'sha shu narsalar bu hozir ham aktual bo'lib turibdi. Nimada aka, iftorda bitta shu mavzuga bosib qoldikda, iftorda u kuni. O'zi ro'za tutish yaxshi ekan, bilasizmi? Ro'za tutish? Hamma sizni iftorga shog'ir ekanda. Yaxshi ekan. Ro'za tutishda yaxshi tomonlari bor. Endi o'sha iftorda gaplashib qoldik. Mana shu aynan shu isrofchilik mavzusida, hozirda Samarqandda masalan nahorda necha xil ovqat bo'ladi? Siz nazaringizda? Osh bo'ladi, nahor osh. Hozir 4 xil ovqat berishyapti nahorda. Bu kishi endi Amerikada bitta do'st, bitta akamiz borlar. Amerikada deb o'sha kishini otasi "Men shuncha odamni uyga borib keldim, nahorga 4 xil osh yeb keldim. Endi sen ham shunaqa qilib berasan, osh shunaqa qilib berasan" deb majburiyat kelganda. Bunaqa holatda nima qilsa bo'ladi? Qarang, masalan, qaysidir masalan ota yoki ota-ona hammani to'yga borib keldik biz. Hammani to'yi kazolar to'yi deb. Men osh yeganman. Berishim kerak. Da, Shuni ishlab oladi.
bir paytlarda hozir shu to'ylarda aroq qo'yilmaydimi sizlar? Qo'yiladimi? Hozir Toshkentda juda kamaygan. Toshkentda hozir Toshkentda kam. islomiy to'ylar qilishyapti. Andijonda ham kam. Da. Andijon. Asosan vodiylarda bizda vohada deb o'ylayman hali ham. Vohada hali ham Shu bor. narsa bor. lekin aroq qo'yishmasa ham bilasizmi u kuni ya'ni shunaqa bitta istoriya bo'ldi chiqib ichib nimada magazinda yoki shunaqa bir barda ichib yana kelib qaytib kelib o'tish ekan shu darajada odamlar agar aroq qo'ymasangiz ham borib ilojini qilishadida Men bitta qizimizni to'y qilganimda Amerikani ko'rib kelib bordim. Ko'rib kelib endi to'y qiladigan bo'lib qoldik. Keyin men aytdimki, aroq qo'ymaymiz dedim. Keyin bitta akamiz bordilar. Eskidan katta ishlagan odam u kishi. U kishi hech tasavvur qila olmaydi-da, aroq qo'ymaydi. Deydilar, Qanday qilib? hokim kelsa ham qo'ymaysan. Keyin Hokimga hurmati yo'qmi? Tres boshliq kelsa ham qo'ymaysan. Yo, akajon deyman. Mana ko'rib keldim Amerikaga. Shu qo'ymas ekan. Musulmonlar to'y qilsa aroq qo'ymas ekan. O'zing bilasan deb ketadilarda yana aylanib keladi bir kuni. Yaxshilab o'ylab ko'rdi. Qo'ymasang qo'yma, lekin birinchi to'ying ekan, shuning uchun qo'y deydi. Qo'yadi. Qo'ymayman. Puli yo'qmi men berganda? Keyin men kelgan mehmonlarni o'zlari olib ketib uylariga boshqatdan mehmon qildilar. Xafa bo'lmaysanlarmi? Alloh rahmat qilsin, yaxshi edilar aka. xohlagan situatsiyani biz o'zimizni o'zbekchilikka shunday burib olamizda o'zbeklarcha olamiz Bu uyatga sharmandalik. aroq qo'ymasang to'yingga bormayman deyotgan odamlar ko'p-ku juda ham o'ylayman Aroq qo'ymasang bor. aroq qo'ysang boraman qo'ymasang bormayman aroq deydi Bo'lmasangiz ham sog' bo'ling deb qo'yish kerak. Aroq qo'ysang borayin deganlar ham bu ko'p. Ha, o'zlaqay. Hozir shunaqalar ko'paygan. Hozir ancha yaxshi deb o'ylayman. man bitta narsaga hayron qolamanda mana shu juda tushunolmayman ro'zagacha aroqni urib sigaret chakib nosvoyda urib mazza qilib shu ichib mast bo'lib yurgan odamlar shunday ro'za kirgandan birinchidan o'sha mo'lachani yoqib olib yoki bo'lmasa man ro'zaman deb keyin eng qizig'i ro'za tugagandan keyin yana boshlaymiz davay ketdik yana davay Bu degani o'sha odamga вообще bu foydasi bo'lmagan ro'zani. Ro'za shu. Ro'zani sababi bilan tashlab ketsa o'sha yaxshi. Tashlab yana boshlasa gunohni qilib tavba qilib yana gunoh qilish u bo'lmaydi. ko'plar shuni oxirigacha tushunolmaydida o'zi ro'zani nimasini Endi Olim akam masalan yoshingiz katta, siz Sovet davrini ham ko'rgan odamsiz. Albatta, men Mustaqillik davrini ham ko'rdingiz. Mana hozirgi yangi zamonda ham ko'ryapsiz. Shu haqda ayting bizga qanaqa o'zgarishlar bo'lgan hozirgacha, oldin qanaqa edi sharoit, vaziyat? endi masalan Sovet payti shu sotsialistik tuzum edi-da u. Ishsizlik yo'q edi. Ish bilan ta'minlar edi. Maktablar bepul edi. Shifoxonalar bepul edi. Xo'p. Yaxshi edi, ammo yomon tomoni ham bor edi. Yomon tomoni bizda Sovet degan tuzum bizni orolni quritdi. Yerlarimizni sahroga aylantirdi. Butun yerni nimasini tortib olib, butun paxta plantatsiyasiga aylantirdi. Keyin o'sha bepul degan narsalar ham o'shalar masalan maktab o'quvchilariga paxta teradi. Biz 22-dekabrgacha paxta terganmiz. Studentlik paytimizda-da. Bu ekspluatatsiya edi. Keyin mustaqil bo'lganimiz albatta yaxshi bo'ldi. Bu mayli agar xato qilsa ham, nima qilsa ham o'zimizniki qilyapti-da, o'rismasda. O'rismas. Masalan, oilangizda bitta bolangizni chetdan bir kishi kelib ursa bir shafalon, nimaga o'zingiz ursangiz qanday? O'shanda o'ziniki unchalik alam qilmaydi, lekin begona odam ursa alam qiladi-da. Shu tomondan nima edi-da, bizni mustaqil bo'lganimiz yaxshi edi. Yaxshi edi.
Lekin Amerikaning demokratiyasi ham aytdim-ku, qusurlari bor. Masalan, hamma narsa demokratiyasini ham suiiste'mol qiladi-da. Masalan, demokratiya degan gap yalang'och yurishmas-ku. Demokratiya degan gap bitta jinsli, ikkovi bir-biriga o'ylanish, ular bo'lmaydigan narsalar. Bizga yoqmaydi. Bo'lmasa, Olmaka bizada blitz savollari bor. Tezkor savol javoblar. Shu kelgan birinchi gapni aytaverasiz. Og'zida kelgan gap gaplashsangiz mayli, farqi yo'q. Demokratiya temasiga hozir qaytamiz. Juda ham bir qiziq temani boshladingiz. Biz hozir bunga albatta qaytib kelamiz. Chiqish mehmonlari savollari. Xo'p, tayyor bo'lsangizga ketdik bo'lmasa, boshlaymiz. Nima uchun Amerika? Nima deganingiz? Nima uchun Nima uchun kelgansiz? tanlagansiz Amerikani shu? Men Amerikani tanlamaganman, Amerika meni tanlagan. Ajoyib. Zo'r javoblar juda. Chunki pul yetarli edi menga. Taqdir taqozosi bilan kelib qolgansiz. Ha, taqdir taqozosi. Endi bu kulgiliga aytdim Amerikani tanlagan deb, aslida bu endi hazil. Lekin pul uchun kelmaganman. Ajoyib. Amerikadagi qaysi xatoyingizdan afsuslanasiz? O'qimaganimdan. Yetarli inglizchani yetarli o'rganmaganimdan. Pul siz uchun uncha muhim emas, lekin baribir shu savol beramiz biza. Qancha pul evaziga shu Amerikani tark etgan bo'lardingiz butunlayga? Amerikani men borib yurib kelavermayman-ku. Yo'q, prosta o'shaqa savol. Menga pul qiziqtirmaydi. Hech qanaqa. Men almashtirmayman pulga hech narsani. Zo'r. Amerikani sizga yoqgan va yoqmagan tomonlari ikki og'iz gap bilan. Yoqqan tomoni aytdim-ku, yoqqan tomoni Amerika demokratiyasi yoqadi. Yoqmagan tomonlari demokratiyani suiiste'mol qilib, bir xil axloqiy tomonlari ham axloqsizlik tomonlari shu yoqmaydi menga. Ajoyib. Amerika sizni qancha darajada o'zgartirib yubordi shu vaqt davomida? Yaxshi savol. Men u yerda sal diktator edim. Buyruqboz edim. Endi o'zim bosib olib muomala qilaman hozir. Qo'ydagi yuvosh bo'lib qoldim. Odamni menligini o'ldiradi dedim-ku. Amerika shunaqa. Ajoyib. Zo'r. Amerika kelishini kimlarga taklif qilasiz, kimlarga maslahat bermaysiz? Amerika kelishga yoshlarga asosan kelsin, faqat o'qish uchun kelsin, ilm uchun kelsin-da. Qari odamlar qiynaladi bu yerda. Ular bola o'g'linikiga kelib ketsa mayli, lekin bu yerga yashash uchun zerikarli Amerika. Ajoyib. Xo'p, boshida ko'rgan qiyinchiliklaringiz sizga yordam berdimi? Qayerga? Boshida kelgan paytda ko'rgan qiyinchiliklaringiz sizga hozirgi vaqtda yordam berdimi? Albatta yordam berdi. Ajoyib. Amerikada qanaqa mashinada yurasiz? Men mashinamni nimasi esimda yo'q. Kelgan paytda olganmisiz? Markasi esimda yo'q. Mashinni nomeri ham eslamayman men. Qanaqa markasi ham qiziqtirmaydi. Shu oyog'imni ko'tarib yursa bo'ladi. O'zi haydaysizmi? Haydayman. Men necha kishidan o'rgatganman. Undan ortiq shogirdim bor. Driver license. Ya hazillashdim, BMW degan mashinada yuraman. Mana zo'r ekan bu mashinangiz. Yaxshi. Men I love BMW deydi-ku, men juda yaxshi ko'raman. Tomoni yomon. Benzinni 93mi o'shani yer ekanda. Shunisi yaxshi emas. Endi bu mashinam bir chiroyli qizdek gapda. Agar chiroyli bo'lib ketaversa-ku, uni kapsizlari ham ko'payadi-da. O'sha uchun mana bu benzinni ichaman, bu benzinni ichmayman. Mana bu pomada kerakmi? Bu pomada kerak emas. Bu mashinani men tanlamaganman, o'g'lim olib bergan. Tekinga tushgan. Zo'r. Qancha daromad topasiz oyiga? Oyiga? Men eshitganman, shu 3 narsani so'ramang. Bittasi oylikni so'ramang degan, bittasi ayollarning yoshini so'ramang degan, yana bittasi nima edi? Uchinchisi ham bor. Shunaqa savollar so'ramang. Zo'r. Xo'p, Amerika siz xohlagan narsani berdimi? Shu vaqt davomida.
Amerika berdi desam noto'g'ri bo'ladi, lekin ololganim yo'q. Men hamma imkoniyatlarimdan foydalanganim yo'q. O'zim Amerikalikga imkoniyatlar mamlakati-ku. Albatta. Men ko'nglim to'lmaydi erishgan muvaffaqiyatlarimdan. Uyim bor, joyim bor, hammasi bor, lekin o'zimdan ko'nglim to'lmaydi. Shuni. Ajoyib. Pul siz uchun nima? Pul muomala vositasi. Muomala vositasi. Oldi berdi vositasi, tamom. Undan ziyod hech narsa emas sizga. Boshqa hech narsa. Baxt siz uchun nimada? Baxt men uchun xotirjamlik. Halovatda, Xotirjam bo'lsam shu baxtim men. Zo'r. Ajoyib. Kattakon rahmat javoblaringiz uchun. Juda ham zo'r bo'ldi. Endi bemalol Bitta savol bor. Menga juda ham qiziq. Men o'ylayman, bizani kuzatayotganligi ham juda muhim. Ana siz aytyapsiz, Amerikadan men to'laqonli foydalana olmadim. Ko'proq narsa balki olsam bo'lardi. Tasavvur qiling, siz bizni yoshimizdagi, mana o'rta yoshga tushib, mana siz yaqinda Amerikaga keldingiz. Nimalarga ko'proq e'tibor berardingiz? Mana shu o'zingiz xohlaganda ko'proq narsa olish uchun, masalan, bizga o'xshagan mana shu yaqinda mana Amerikaga kelgan yoki mana shu o'rta yoshda Amerikada yashayotganlarga qanaqa maslahat berasiz? Yaxshi savol. Juda zo'r savol. Yaxshi savol. Birinchi o'zingiz qiziqqan sohani tanlang. O'zingiz qiziqqan sohani tanlang. O'shanda ham ishlang, ham maza qiling. Shu keyin ikkinchi vaqtni qadriga yetish kerak. Vaqtni qadrlang. Mana shu ikkita narsa bilsa, siz muvaffaqiyatga erisha olasiz. Zo'r javob oldi. zo'r javob bo'ldi. Nimalarga vaqtida sarflasa yaxshi deysiz? Vaqtni qanday time management qanday qo'ysa yaxshi? Vaqtni mana nima qilasiz? Schedule qilasiz. Nechida turaman, nechida nima ish qilaman, qaysi payt qaysi fan bilan shug'ullanaman, qaysi payt sport bilan shug'ullanaman. Mana shu kundalik nimani qilib, shu bo'yicha yashasa, ko'p narsaga erishsa bo'ladi-da odam. Disiplina bo'ladi. Keyin nima? Ovqatlanish. Ovqatlanishga ehtiyot bo'lish kerak. Ovqatlanish deb Abdurashid qaramang, o'ziga oladi. Dietada Abdurashiddan hozir ro'za tutgan. Jostko diyetadaman. Yaxshi-da. Juda jostko diyetadaman hozir. Ro'za yordam berdi-da. Shu ro'za. Xudoga shukr, alhamdulillah yordam berdi ro'za. Hozir lekin bitta shu muammo bor, shu ro'zam ochilgandan keyin bir kamas ovqat yeyveribman nima? Ya. O'zi saqlaysiz. Xotinim berdan bilmadim. Farzandlar to'xta deb, yo'q. To'xtatib olmayapti. Birdan shu kamazni traki og'zimni ichiga park qilyapman-da birdaniga ovqat bilan birga. Loading qiladi. Loading g'ir. Shu men savolimga juda chiroyli javob oldim. Menimcha bizga aytganlar ham ko'p manfaatli bo'ldi. Bitta o'zingiz yozgan she'ringiz bor. She'rim ko'p meni. Men bu yerda kitobimda bor. Bittasini o'qib beraymi? Ha, siz o'qib Eng yaxshi ko'rganingizni o'qib bering, o'zingiz yoqtirgan she'rni. Hammasini yaxshi ko'raman. Mana bu yerga bitta she'rim bor edi, 4lik. Keyin boshqasini o'qib beraman. Men yig'lab dunyoga ko'z ochgan zamon, quvonchdan kuldilar taqdir zayligan. Orzum shul, men kulib taslim qilay jon, odamlar yig'lasin shunda mayliga. Bravo. Ajoyib. Endi bu Juda ma'noli. nimada o'qigan she'rim bor? O'sha fundraisingda o'qigan she'rim. ana. Fundraising. Daholar keladigan aziz do'stlar, bizga bugun millatimiz ravnaqi uchun ayamasdan butun kuchini sarf etguvchi fidolar kerak. Saqlab o'zbekning shonini, bag'ishlab moli jonini, butun ushlab iymonini, saxovatli siymolar kerak. Oxiratni o'ylaguvchi, jannat ism bo'ylaguvchi, o'zbek tilida so'ylaguvchi mardi maydon donolar kerak. Ma'rifatga chorlaguvchi, jaholatni bo'g'ag'uvchi, saodatga boshlaguvchi olim zukko daholar kerak. Va'dasiga vafolar kerak, millatparvar siymolar kerak, mardi maydon donolar kerak, bizga shunday daholar kerak. Ajoyib. Mashalloh. Hozirda ham endi hozir aytib o'tsangiz bo'ladi. Hozirda ham boshlangan-ku, adashmasam remont ishlari. Machit remontni hisoblab chiqdik, 1,900,000 kerak bo'lyapti. Xudo xolasa hali proyektlari tamom bo'lsa, undan keyin biz yana
millatdoshlarimizdan pul so'raymiz. Hozir Ramazonda ozoz yig'ilib turibdi. Bir narsani niyat qilish kerak ekanda. Niyat qilsangiz bo'lar ekan. Albatta. Niyat qilsangiz, masalan, yuraversangiz, pulni qayerdan topaman deb yuraversangiz, hech nima bo'lmas ekan. Oldin masalan binoni olgandan keyin bu majbur yig'ish kerak, harakat qilish kerak. Eng asosiysi bizni board memberlar, board a'zolarimiz, ya'ni kengash a'zolarimiz xolisonillo xizmat qiladigan yigitlar-da. Ular oylik olmaydi. Necha yildan beri ishlaydi. Shuncha vaqtini ketkazadi. Bola chaqasi bilan ishlaydi. O'zlari pul beradi. Ularga hech kim pul olmaydi, oylik olmaydi. O'sha shundan men xursandmanki, xolisonillo Alloh roziligi uchun, millat uchun xizmat qilishga bel bog'laganlar bilan birga ishlaganim uchun ham men xursandman-da. U kuni ko'rib o'tdim-da, kuni arxitektor ko'rsatdilar. Men o'ylayman, arxitektor u kishi katta ekranda ko'rsatdilar, qancha pul kerak, nima. Главный бухгалтер deymizda, treasure. O'sha ham nimani educationni nimani olib boradi. Xotinlari bilan ikkovlari o'zbek maktabini, hamma nimalarni o'shalar olib borishadi. Bu Elginda joylashgan markazimiz. Bugun xullas Olim akamiz sovg'a bilan kelganlar va aytdilarki, bironta muxlislaringlar orasida yaxshi savol berganganmi sovg'ani kimga beramiz? O'sha yaxshi komment savolini men tanlayman. Qaysi savol menga yoqqan bo'lsa, o'sha kishiga meni o'sha o'zimni dastxatim bilan, o'zimning kitobim bilan nima qilaman? Ajoyib. Agar O'zbekistonda bo'lsa ham yuboraman. Bilasizmi qanday yuborsa zo'r O'zbekistonga? Bu Atlas Express bilan yuborish kerak, chunki Amerikadagi zo'r pochtalardan biri. Olib boradimi? Atlas Express tez va safe yetkazib beradilar. Mana shunday borib, shunday qo'lga topshirib, bu rahmatam. Atlas Express Cargo. Mana bu nomerlar chiqadi. Bemalol shu nomerga. O'zbek akalarimiz biznes ochishgan, Atlas Express pochtasi. Nima qildinglar? Bizni homiymiz. Yaxshi. Bo'ldi, o'shanga yuboramiz. Xullas, eng chiroyli savol yo'llagan insonga kommentdan Olim akam o'zlari tanlaydilar va o'sha insonga shu kitobni o'zlari dastxatlari bilan xohlasa pochtadan jo'natib beramiz. Sizlarga olib keldim buni. Rahmat. Kattakon rahmat. Bizlarga birinchi podarka. Podkastga. Fikr mulohazalaringni kutaman. Xato kamchiliklar bo'lsa uzr so'rayman. Biz ham uzr so'raymiz Olim aka. Endi bilmadim, siz bilan suhbatni qanchalik biza eplab bildik. Chunki siz dunyo ko'rgan odamsiz, siz juda ham ko'p vaqtdan beri Amerikani ko'ribsiz. O'shanga xursandman. Sizlarni nimalaringni kuzatib boraman men chiqishda. Juda xursandmiz. Xursandmiz. Kundan kunga nima balanga ketyapsizlar. Rahmat. Harakatdamiz. Yaxshi, yomon. Rahmat kattakon. Endi bizni podkastimiz shu mana sizga o'xshagan ziyoli bilimi, ilmi, tajribasi bilan ulashishi mumkin bo'lgan o'zimizni insonlarni olib chiqib, ularni o'sha tajribasi bilan ulashishda sizlarga ham xalqqa xizmat, millatga xizmat. Shunday. Sizlarga ham shu maqsadimiz bitta. Men o'yladim, menga Iskandar aytuvdilar. Shu yigitlarga intervyu bering, mayli deb qo'ydim. Keyin men kuzatdim sizlarni. Yaxshi, Navbahor bilan yaxshi suhbat qildinglar. Rahmat. Yaxshi suhbatlaring menga yoqdi. Shoyatki mana bu eshitmamizdan keyin ham bizni mana bu chiqishimizdan keyin bizni nimalarimiz ko'payadi. Shu O'zbek Chikago atrofida birlashadigan inshaalloh millatdoshlarimiz ko'paysa, bizga shu savob tegsa bo'ldi-da. Shunday, maqsad shu. Bizni boshqa ishimiz, nimalarimiz ham bor. Yigitlar, o'ylanmagan yigitlar nima qilishadi? Men qizlar bor. Stol berishadi. Unaqa yozib berishadi bizga. Sovchilar. O'zi kim? O'zi haqida yozib beradi. Unaqa to'ldirib berishadi. Unaqamiz bor. Siz demak, sizlarga chiqishsa, o'sha uylanmagan kelin qidirayotganlar chiqsa, bo'lmasa kelinlar bor, ota-onalar kelin topsa ham bor, bo'ladi. bolalar bor, yordam berasizlar. Endi imkoni boricha. Imkoni boricha berganmiz. Anketamiz. Boshqa shtatdan ham kelsa yigitlar bo'ladimi shu? Yo'q, faqat Chivada yashash kerakmi? Shart emas bizga shu
biz foydamiz tegsa bo'ldida. Zo'r. Agar nimasi Alloh yulduzga to'g'ri qilgan bo'lsa, baxtli bo'lib ketadi. Amerikada boydoqlar juda ham ko'p, shu uchun. Juda ko'p, Yaxshi bo'ladi. juda ko'p. Shunaqa inshaalloh yaxshi kunlarda ko'rishib turaylik. Rahmat, xudo xohlasa men o'ylayman siz bilan yana suhbatlar qilamiz. Ha, inshaalloh. Kommentariyada yozib qoldiringlar. Olim akamiz bilan yana suhbat ko'rish xohlayman deylar. Bizga juda yoqdi, suhbat maza qildik, vaqt 2 soat deyarli vaqt o'tib qoldi. Va kitobni qo'lga kiritish uchun yaxshi savollar, olim yaxshi akamga kommentarlar. yozib jo'natasizlar, o'zlari tanlaydilar. Yaxshi savol egasiga kitobni dastxatlari bilan jo'natamiz, xudo xohlasa. Olim aka Keling o'sha kitob ikkita savol nima qilamiz? Aha. Ikkita odamga. Ikkita odamga. Ha, ikkita eng yaxshi savolga ikkita kitob jo'natamiz deyman. jo'natamiz. Ajoyib. Zo'r, ajoyib. Ajoyib. Kattakon rahmat kelganingiz uchun. Kattakon rahmat kelgan tashrif uchun. Kattakon xursand bo'ldim. Gap yo'q. Shohruxbek, Samandar va Abdurashid. Rahmat. Kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, keyingi podkastlarda ko'rishguncha.